Hammaga assalomu alaykum. Telegram sovg'alarida ol-sotdi qilib pul ishlashda davom etamiz. Bugungi videoda men birinchi bo'lib Durufni kepkasini olmoqchiman va sizlar menga yordam berasizlar. Ikkinchisi esa yana o'sha bandllar. Va bandl uchun yana keyin qo'shimchasiga bir ikkita maslahatlar ham berib o'taman. Aytgancha, bu videomiz ham konkursli bo'ladi. Nima qilish kerak? Men ko'rayotganlaringizdek Durufni kepkasini olmoqchiman va kim menga o'sha bilan Durufni kepkasini sotib olishga yordam bersa, o'shanga men NFT beraman. Nima qilish kerak? Aniqroq qilib tushuntirsam. Bozorda vaqti bilan yaxshi, chiroyli sachtaniyali, masalan, modeli bilan Durufni kepkasi haqida gapiryapman. Modeli bilan foni chiroyli sachstaniya bo'lgan kepkani topib, menga tashagan bozor narxida, arzonroq bo'ladi demoqchiman-da. Bo'lgan odam o'shani va sovg'asini men sotib olsam, meni tashagandan keyin, masalan, menga aloqaga chiqadimi yo gruppaga tashaydimi, farqi yo'q. Kimnikini sotib olsam, o'sha odamga Telegram sovg'a NFTli beraman. NFT, yana bir marta aytaman. Kepka qanaqa bo'lishi kerak desanglar, bozor narxida bironta redkiroq, yaxshiroq sachstani bo'lishi kerak. Chiroyliroq bo'lsa, bo'ldi. Variantlar chiqadi-yu, reski masalan, ular ko'p turmaydi. Realni aytyapman. Shuning uchun tez anga tashinglar. Chiqganda. Va o'tgan konkurslar haqida ham gapirib bersam, o'tgan konkursda mag'lubiyat hozir ekranlaringizda chiqadi, YouTube'da. Aloqaga chiqsalar, giftlarni tashab beramiz. Keyin yana bitta narsa. Сразу же shu joyni o'zidan Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar. Сразу же. Nima uchun desanglar, masalan, mana shu brat o'tgan videoni bratimiz g'olib bo'lganlar. Kommentariy prosta yozib o'tib ketganlar-da. G'olib bo'lganlar, lekin Telegram sovg'alarini olmayaptilar. Yutganlar konkursni, lekin aloqaga chiqmayaptilar. Kommentariyalarga javob ham yozdim. Telegramga kirib kanalimizga ham g'olib deb yozdim. Videosini ham joyladim. Hech kim yozgani yo'q lichkaga. Va bundan oldingi g'olibni ham NFT konkursli bo'luvdi, eslaringizda bo'lsa, videosini so'rovdilar. Mana shu yerda videosi ham bo'ladi ekranlaringizda. Xo'p, endi kelinglar videoga o'tamiz. Kelinglar oxiridan boshiga qarab ketamiz. Birinchidan, eslaringizda bo'lsa, staking haqida video qiluvdim. 10 tomon tepada chiqadi. Har kuni 1 ton bemalol olsa ishlasa bo'ladi deb aytuvdim, eslaringizda bo'lsa agar. Hozirgi paytda endi ahvol o'sha staking bo'yicha. Demak, qaranglar, hozirgi paytda juda protsentda past. Masalan, gramga 14% beryapti, podarkalarga esa 11% bo'lyapti. Bu juda kam. Bu juda kam. Va qaranglarda, masalan, menda bu yerda 200 ton stake qilganman. 200 tondan ko'proq dashi. Endi qancha bo'lyapti? Bir 2 haftacha plus minus bo'lyapti. Endi 1 ton mana tushdi. Ko'rasizlar. Juda kam, juda kam. 11% ni вообще gapirmasam ham bo'ladi. 200 ton. Men o'ylayman 200 ton hech kim olib shuni qo'yib, uni 2 hafta kutib 1 ton ishlashiga hech kim norozi. Shuning uchun bolalar bunaqa narsalar bilan hozirgi paytda staking bilan qiziqmanglar. Mana bu protsentlari, mana bu protsenti. Yana 100% dan baland, 150% dan baland bo'lgan payt yana qaytib qiziqsanglar bo'ladi. O'sha yana qaytib giftlarni stakingga qo'ysanglar bo'ladi. Hozircha kerak emas. Keyingi narsaga o'tsak. Bundle'larimizga o'zimizni. Xo'p, bundle o'zi nima? Birinchi shundan boshlasam. Bundle degani mana shu bir ikkita giftlarni olib, birlashtirib sotuvga qo'yish. То есть narx qo'yasizlar, o'sha narxga bitta emas, сразу же bir nechta giftni sotasizlar. Masalan, mana bu oddiy misol. Ikkita Santa Hat, eslaringizda bo'lsa, Santa Hat bu o'zi sizlar bilan ikkinchi video adashmasam, mana shu Santa Hatlarni sotishim. Ikkalasini mana 69 tonga sotuvdim GetGames'da. Mana nech pulga olganim, mana 40 tonga sotib olganman. Mana полностью pastda yozdim. 40 tonga sotib olganman. Mana 4-avgust ikkinchisini sotib olgan bo'lsam, endi bu ham kechki payt bo'lish tushunishim bo'yicha sotib olganman. Xo'p, 20 tonga sotib olgan bo'lsam, mana bugun 8-avgust bu vaqtga qaranglar. 8-avgust bo'lganidan 7-avgustning kechki payti, 8 ga o'tgan payt, soat 2 kechasi 68 ton chisti kelyapti. 68 ton chisti kelyapti. 70% 3 kunda ishlayotgan bo'laman. 70%. Endi mana ko'rasizlar foizini. Endi mana bu stakingga qaranglar-da. Shuning uchun bolalar hozircha stakingga qiziqmanglar. Bu 100% narsa.
Videoni shu joyda bizning Telegram kanalimiz haqida gapirib bersam, chunki baribir ham asosiy dvij bizning Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi. Genius Trade Project. Bu yerda bizning loyihalarimiz hammasi mana shu yerda yig'ilgan. Genius Trade kanal o'zi hamma video chiqayotgan NFT konkursli bo'ladi va kanalni o'zida ham отдельный konkurslar qilib turamiz. Genius Trade Group bu bizning chatimiz, gaplashish uchun. Market bu yerda o'zlaringiz NFTlaringizni sotuvga qo'ysanglar bo'ladi, o'zlaringiz bilan oldi-sotdi qilishingiz uchun. Servis bu yerda bizga garant xizmatlar kerak bo'ladimi? Starsmi, premiummi, boshqa narsami, nima yordam kerak bo'lsa o'sha yerdan. Store bu yerda faqat bizadan bo'lgan NFTlarni sotib olsanglar bo'ladi. Xo'jayin bu o'zimni profilim va bu knopka eng muhim knopka. Shunday bosib olsanglar bizning hamma loyihalarimiz bittada sizlarga qo'shiladi. Hammaga katta rahmat. Videoni davom etamiz. Bu oxirgi bo'lgan narsa va yana bitta savollar paydo bo'ldi. Masalan, bir xillarda, masalan, ikkita gift mana 40 tonlik narsa bo'ldi. Bir xillarda 20 tonim bor, 30 tonim bor deyshadi. Bemalol qilsa bo'ladi. Bemalol. Agar pullaringiz umuman bo'lmasa agar, 10 tomon tepada video chiqadi. O'sha yerda gapirib chiqganman. Qanday 0 dan bemalol joydan pul qilishni haqida video qo'yganman. Даже mana shu yana bitta oddiy misol. Masalan, hozir men har videoimda NFT konkurslar bo'lyapti. O'shanga ishtirok etishlaringiz mumkin. Masalan, hozir ham Durovni kepkasini menga tanlashga yordamlashib borishlaringiz mumkin. Masalan, kirdinglar bozorda ko'rdinglar, yaxshi variant, yaxshi narxda sразу tashladinglar, men shunday kirib sotib olaman, bo'ldi. Shunday sizlarga NFT, biror xil NFT sizlarga berib yuboraman. To есть nima bo'lsa ham pulli o'sha. Kubiklarga kelsak, kubiklar hozirgi paytda уже g'oliblari aniq bo'ldi. O'zi bu kubiklar mana bu bilan, to есть AI bilan, искусственный intellekt bilan g'oliblariga konkurs bo'ladi. O'sha g'oliblariga kubiklarni berishadi. G'oliblarni o'zi aniq kubiklarni 1-2 kunda berib qo'yishadi, bo'ldi shu bilan. Bular bozorga chiqadi. To есть bularni o'zi bemalol oldinlar o'zi oldi-sotdi qilib urishadi-da. Bu ham Telegram sovg'alarining narxiga yana salgina ta'sir berishi mumkin, chunki bular to есть tushirishi mumkin demoqchiman. Chunki bular juda kam chiqadi. Shuning uchun narxi, bozorning narxi salgina tushadi. Masalan, ruchka chiqdi. Ruchkadan endi oddiy qilib misol aytaman. Ruchkadan oldin Durovni kepkasi 400 ton edi. Hozir ruchka chiqqandan keyin уже 380 ton turibdi. To есть 20 tonga tushgan. Bu 5% atiga. Atiga 5% ga masalan tushgan. Oddiy qilib misol qilib aytaman Durovni kepkasida mana o'sha g'oliblar. Gramga kelsak, gramning narxi 1.3 dan salgina baland, 1.3 ga tushdi vaqtida, 1.3 ga. Hozir 1.33, 1.35, 1.34 plus minus mana shunaqa oraliqda yuribdi. Va yana bitta muhim narsa haqida gapirib bermoqchi edim. Bu masalan birinchi NFTlaringizni oldinglar yoki joydan qandaydir pul topib oldinglar va o'sha pullaringiz bor. Kam lekin deylik, masalan 10 ton pullaringiz bor. 10 tonga masalan sразу borib, biror xil bundle yig'ib olish mumkin. Masalan 2-3 tonlik narsa olasizlar, chiroyliroq, yaxshiroq, yaxshi fonli qo'ydinglar masalan. Bo'ladi, lekin sразу aytishim kerak, sotilishi sal qiyinroq bo'ladi. Chunki arzonroq podarkalarga unchalik e'tibor berishmaydi. Mana shu narsasi bor. To есть sotilishi sal cho'zilishi mumkin. Meni bandillarimga qaraganda demoqchiman, shu aytadigan gapim. Undan ko'ra giftlarni prosta flip qilib yurganlaringiz yaxshi. Flip nima degani? Giftni masalan 3 tonga sotib oldinglar, 4 tonga sotib o'rdinglar. Mana shu flip degani. To есть oldi-sotdi qilish degani. Oddiy qilib aytganda. Agar pullaringiz kam bo'lsa agar, eng zo'r variant yana qaytaraman. Bu flipping qilish. To есть masalan MRKTmi, Partasmi, farqi yo'q, Tunnelmi, любой market. Aytgancha marketlar haqida ham video qildim, 10 tomon tepada chiqadi. Shunday bosib olsanglar, xohlasanglar polностью kirib, uchta market haqida to'liq video qilganman, chuqur video qilganman. To есть men profilimga yozishadi, hali kelib qanday giftni chiqarsam, qanday giftni sotuvga qo'ysam deb so'rashadi. Bolalar, video tayyor. 10 tomon tepani shunday bosasizlar, videoga shunday o'tinglar, ko'raveringlar. Flip nima uchun deyapman? Chunki flipda masalan katta foiz qo'ymaysizlar. Masalan, bundle yig'sanglar, ko'proq qo'yasizlar. Unda masalan o'zi kam foydada ishlasa ham bo'ladi, yo'q demayman, lekin bemalol kattaroq foyda qo'yib kutsa bo'ladi. To есть vaqtlaringizni salgina ekonom qilgan bo'lasizlar. Chunki masalan ko'proq foiz qo'ysanglar ham bundlelarda sotiladi. Real aytaman, sotiladi. 70% masalan men kamida oldim deganda giftlarga 70% qo'yaman. Bir xillari 3 kunda. Mana shu Santa Head bir xillarni hali tepada ko'rsataman. Salgina keyinroq demoqchiman. Bir haftada sotildi. Ko'rasizlar, hozir hammasi haqida gapirib beraman. Lekin mana bu pullaringiz kamroq bo'lsa, flip qilsanglar, tez aylantirasizlar-yu. Birinchi ob'yomlaringiz tez aylantirganingiz uchun, aylantirish uchun ko'p foyda qo'ymaysizlar.
Bu bir. To есть katta foyda qo'ymaysizlar, kam-kam foyda qo'yib, tez-tez oldi-sotdi qilib urasizlar. To есть pulni tez-tez aylantirib turasizlar. Shuning uchun ham birinchidan bu sizlarga plus opit bo'ladi. Birinchi kerak bo'ladigan narsa bu opit. To есть mana shu sohani, mana shu narsani tushunib bilib olish kerak. Masalan, sovg'alarni, masalan, har safar kirib, analiz qiladigan botlarni ishlatib ko'rib olsanglar bo'ladi. Narxini, modeli qancha turadi, lekin o'zlari shundoq qaramasdan turib, ko'rib, uje narxini aytsanglar, taxminan хотя бы uje bu boshqa уровень. Tushunasizlarmi? Boshqa уровень va o'sha uchun sizlarga maslahatim endi ko'rayotgan odamlarga flip qilinglar. Qo'rqmanglar flip qilishga. Baribir sotib olsanglar 3 tonli olasizlar gift, 5 tonli uy olib borsa gift olasizlar. To есть arzon giftlar olasizlar. Ja qimmat emaslar. Endi masalan, foydaga sota olmasanglar ham, salgina minusga qo'ysanglar ham, agar shunchalik noto'g'ri masalan покупка qildim deb o'ylasanglar, hatto sotib oldim desanglar, salgina arzon qo'ysanglar tez ketadi. Chunki birinchidan arzon podarkalar, masalan, oddiy misol eng zo'r variant hozirgi paytda oldi-sotdi qilish uchun bu ana u statuetkalar chiqqan-ku, Liberty Figure o'sha. Hozirgi paytda ularda ob'yom ham katta, plus o'zlari ham chiroyli, yaxshi ketyapti. Oldi-sotdi qilish uchun novichoklar uchun zo'r variant. Va o'shandan boshlab sekin-sekin boshqa modellarga ham o'tiringlar. Masalan, bitta gift oldinglar, sotib oldinglar, sotuvga qo'ydinglar. Hozir sizlar bekorsizlar, to'g'rimi? To есть sotilishini kutyapsizlar. O'sha paytda уже ikkinchi giftni qidirishni boshlaylar. Qanaqa gift sotib olasizlar? Masalan, o'sha gift sotilgandan keyin, sotib olgan giftlari sotilgandan keyin o'sha puliga nima sotib olasizlar? O'sha keyingi qadamlarni ham o'ylab, tayyorlanib turinglar deb aytmoqchiman. O'rganinglar. Videolarni ko'ringlar, masalan, meni videolarim уже real aytaman, anchagina bo'lgan kanalda. Bemalol o'tirib, soatlab hatto ko'rish mumkin. Soatlab. Shunchalik уже informatsiya ko'payib ketgan. Hech qachon to'xtab qolmanglar. Doim o'z ustlaringizda ishlanglar. Demak, bu yerda уже, то есть, Durovni kepkasini men o'zi planimda qanaqa edi? Shlemim bor edi, eslaringizda bo'lsa, shlemni sotib turib, Durovni kepkasini olmoqchi edim. Hozir endi ko'rsak bo'ladi, Durovni kepkasini shundoq ham sotib olsam bo'ladi, chunki 300 ton bu hamyonni o'zida turibdi, 300 ton. Ya'ni marketda pullar bor, anchagina 100 tondan ko'p turibdi marketlarda ham. Bemalol yig'ib 400 tondan ham ko'proq bo'ladi yig'sam agar. Shuning uchun Durovni kepkasini o'zi shlemga tegmasdan turib sotib olsam bo'ladi. Ha, aytgancha ruchkalar haqida ham gapirib o'tib ketsam, ruchkalarga xabaringlar bo'lsa, skin chiquvdi. Skinlari полностью chiqqan. Kanalga tashab qo'ydim. Va menda bitta kuchaytirilmagan ruchka bor. Kim uni kuchaytirmoqchi bo'lsa agar, bemalol endi bir xillar bor deb men bilaman. Omadini sinamoqchi masalan. Qora fon tushsa, kamida 20x bo'ladi. Redki model tushsa ham уже anchagina plus bo'ladi. To есть odam o'zini omadini tekshirib ko'rish uchun, sinab ko'rish uchun har xil boshqa giftlarni sotib olishadi. To есть kuchaytirilmaganini va uni olib o'zlari kuchaytirishadi. Xohlasanglar, mana shunaqa ruchka bormanda, akkaunt bilan beraveraman sizlarga. Akkaunti bilan xohlasanglar. Shuni krasli akkauntga o'zlaringiz kuchaytirasizlar. To есть men kuchaytirib bermayman demoqchiman. Endi bir xillar borda, o'zining akkauntida, profilida ruchka turibdi, o'zining profilini bera olmaydi va pulni tashlaydi, pulni tashlaysizlar va o'zi sizlarga kuchaytirib beradi. Bu yibanut qiliq. Shuning uchun men sizlarga akkauntni o'zini beraman. O'zlari yulduz tashlab, o'zlari kuchaytirasizlar xohlasanglar. 5-avgust ertalab uyg'onaman va men buni ko'ryapman. Mana yaxshilab ko'ringlar. 4 soat 4 ertalabda nima bo'lgan? Mana bitta, ikkita, 3 ta bandllar sotilgan. Qanaqa bandllar desanglar, mana ular. Mana o'sha bandllar. Men qizil bilan belgilangan mana 3 ta mana bu. 3 ta mana bu va 2 ta mana bu. Narxlari kelsak, 114 ton. Bu mana bu ikkalasi. Ko'rasizlarmi? Ikkita narsani 114 tonga sotib olingan. To есть buni hammasi bitta odam sotib olgan bu kolleksiyani. Kirib ko'rdim, gaplashdim. Kolleksioner oddiy. Yaqinda o'zi kirgan kolleksioner desak ham bo'ladi. Xo'p, ketdi dalchi. 95 tonga mana bu uchalasi sotilgan. Uchalasi va 78 tonga esa mana bu uchalasi sotilgan. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan videoda mana bular haqida gapirib berdim, lekin nomini aytmagan edim. To есть keyingi videoda ko'rasizlar deb aytib ketdim. Eslaringizda bo'lsa, mana shular haqida gapirdim. Bittasini 21 tonga oldim, bittasini 20 tonga oldim va bittasini 13 tonga oldim. Va buni
Men ko'rib turganlaringizdek 95 tongga sotyapman. Keling, men sizlarga konkretni hisoblab beray, har bittasini necha pul olganman. Birinchi men bu ikkalasini hisoblasak. Bittasini 33 tongga olganman, qorasini, oqini 30 tongga olganman. 63 tong bu o'tdi. Plus ketdi. Men bu chalasi menga 16 tongdan tushdi. 16 tong, mana 16 tong. Ketdi bu yerda 16 1 plus ikkinchi va uchinchisi mana 111 tong bo'ldi. Va mana bular 21 plus 20 plus 13. Hammasi 165 tongga menga tushgan. Keling endi nech pul hamyoniga tushganini ko'ramiz. 114 plus 95 plus 78. 287 bo'lyapti minus 165. 122 ton даже. 120 tonni deb hisoblagandim men o'sha payt. Salgina kamroq hisoblabman. 122 hatto ekan. Endi men bilasizlar-ku, foydani maksimalni kamroq qilib hisoblashga harakat qilaman. Chunki baribir ham ko'rmagan, bilmagan rasxodlar bo'ladi. Masalan, mana shu giftlarni tashab berish. Oddiy misol, har bittasi 25 yulduzdan ketadi. Endi kopeyka u, to'g'ri kopeyka, lekin baribir ham foydani kamroq qilib hisoblash kerak. Ko'rdinglar, bir haftada 120 ton чистый foyda bo'lgan. Endi kelinglar bir ikkita maslahatlarga o'tsam. Maslahat emas, bir ikkita yengilliklar deylik. Men eslaringizda bo'lsa, mana bu bizada Genius Trade marketi bor edi, servisi bor edi, store bor edi va men shu narsalarni o'zi sekin-sekin boshlamoqchiman. To есть ishga tushiraylik demoqchiman. Birinchidan, mana bu market. To есть bozor oddiy qilib aytganda, bu yerda xohlagan odam kirib o'zini masalan gift kerak sotmoqchi bo'lsa, giftini qo'yadi, username bo'lsa, username, bu yerda xohlagan narsani qo'ysa bo'ladi. Конечно, bu yerda запрещенkalar mumkin emas. O'zini xizmatlarini ham taklif qilsa bo'ladi, faqat mana bu yerda bolalar adashtirib o'rmanglar, iltimos qilaman. Va stiker bilan dinlaysam xohlasanglar bor. Spesialni отдельно qilib qo'yganman. Yana qo'shimcha biror narsa qo'shish kerak deb o'ylasanglar, aytsanglar, qo'shamiz. Nima demoqchiman? Hozir уже bizda flipperlar ko'paygan. Kim oldi-sotdi qilyapti va masalan sizlarni o'zlaringiz sotib oldinglar qanaqadir gift. Sotishga qo'ydinglar. Сразу mana shunga kirdinglar, mana giftga kirdinglar, masalan Genius Trade marketga kirasizlar, gift razdelga kirasizlar, shunday qo'yasizlar, sotuvga qo'ydim deb narxi bilan yozasizlar. Kim qiziqsa, hatto men ham olishim mumkin. Va yana bitta muhim narsani aytib ketishim kerak. Bironta giftlaringizni srochno sotmoqchi bo'lsanglar, bozordan arzon bermoqchi bo'lsanglar, to'g'ridan-to'g'ri o'zimga murojaat qilsanglar, o'zim sizga joyda olib qo'yaman. Joyda yaxshi narxda, bozordan salgina arzonroq bersanglar, o'zim olib qolaman. Servis. Endi servisga tegmayman. Masalan, bolalar bir xil yuzita sotib olishni, to'g'ri sotib olishni o'rgatinglar deydi. Bolalar hozirgi paytda men o'zim ham kutyapman. Bitta narx bilan gaplashganman, plashatka bilan legalni ular sotishadi. Men ham o'shalardan oldi-sotdi qilaman. То есть USDT kriptovalyuta o'shalardan olaman. Legalni demoqchiman. То есть официально. Hech kim uyimga kelib taqqilatib, "Sen P2P qilgansan, sen unaqa qilgansan, bunaqa qilgansan" deb aytolmaydi. USDT shuning uchun hozircha faqat mana shu tavsiyalar bo'ladi. Starsga kelsak, mana Stars bor. Xohlasanglar garant xizmatlar, masalan, biror narsani oldi-sotdi qilishga, u yoq-bu yoq qilishga kerak bo'lsa, garant xizmatlarimizni ham qilib berishim mumkin. Telegram Premium ham bor. Endi tashlab ketganman. Store'ga kelsak, bu yerda уже faqat mana shu narsalar, masalan, stikermi, username, giftami faqat mendan. To есть men o'zimda masalan bundlelar paydo bo'ladimi, yangi sovg'alar paydo bo'ladimi, harakat qilaman hammasini mana shu yerga tashlab qo'yishni. Va eng muhim narsa bolalar. Savollar bo'ladi-yu, любой savol. Shuni Genius Trade kanalining o'zini kommentariyasi bor. To есть kommentariyasi emas, общение bor. O'tda chap tomonda telefonlaringizda общение degan knopkasi bo'ladi. O'sha yerga shuni bossanglar, Genius Trade gruppaga o'tasizlar. To есть gruppaga. Chatga mana. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, mana shu chatga mana chat. O'sha chatga bemalol hamma savollaringizni bersanglar bo'ladi. Nima demoqchiman? Bir hali meni rechkamga yozadi. Nima qilay, qanday qilay deb. Birinchidan, meni kuchlaringiz bor, chunki men doim ham onlayn emasman. Onlayn bo'lmasligim mumkin, to есть kutasizlar. Ikkinchidan, chatga yozsanglar, kim onlayn bo'lsa, tushunadiganlar ko'p bo'tdi. Уже shuncha odamga tushuntirib ketaman. Уже biladi ko'p kishi. Любой savollaringiz bo'lsa, onlayn kim bo'lsa javob beradi sizlarga. To есть bolalardan, birinchi odamlardan so'ranglar. O'sha yerda даже men masalan kirsam Telegram, ishoninglar, men birinchi bo'lib lichkaga emas, birinchi bo'lib mana shu gruppaga kiraman. Gruppaga nima bo'lyapti deb
birinchi bo'lib gruppaga kiraman. Shuning uchun savollaringizni lichkamga emas, gruppaga bersanglar ham, men birinchi bo'lib gruppaga kirib, gruppani o'qiyman. To есть hech kim javob bermagan bo'lsa ham, yo qiyin savol bergan bo'lsanglar, hech kim bilmaydigan savol bersanglar ham, men birinchi bo'lib kirib, imенно gruppani tekshiraman. Keyin gruppadan keyin уже ketdim men уже. Lekin birinchi bo'lib gruppa nima uchun? Chunki bu yerda anaqasiga qarab turaman-da, chunki botlar bor. Botlarni ban qilish kerak. Botlar deganim endi reklama tarqatib yuborishadi-da. Bor shunaqa ban beriladi. Turishim kerak. Bir xil odamlar случайно ban oladi. То есть ссылка tashlash mumkin emas gruppada. Bolalar сразу aytaman. Kirganlaringizda ham yozadi. Mana bunda chiqib chiqadi. Kim kirsa сразу же добро пожаловать deb o'zbek tilida ham mana xush kelibsiz deb nomlari, niklari bilan yozadi va bu yerda qoidalari ketgan bolalar. Вот. Mumkin emas bu yerda ссылка tashlash. Переслать qilish mumkin emas, reklama bo'lishi mumkin emas. То есть даже bironta giftni qo'ymoqchi bo'lsanglar, bu yerga gift qo'ymanglar bolalar. Marketimiz bor, marketga shunday tashlaylar bo'ldi. Marketga hamma sekin-sekin уже marketga o'tamiz. Chunki bu yerga ссылка tashlab rasvo qilmanglar demoqchiman. Birinchidan, botni o'zi mana shu qo'riqlovchi bot ban beradi sizlarga. Chunki ko'p bo'lganda odam masalan o'zini giftini sotmoqchi. Men qarshi emasman bu yerga qo'ysanglar ham. Rasmni tashlaydi endi keyinchalik bir xilla. Bir xilla endi сразу ссылкani tashlashadi. Ban yeyishadi mana shunaqadan. Keyin men uni kirib banni razblokировать qilishim kerak, razban qilishim kerak. Lishni narsa. Shuning uchun rasm tashlash kerak emas, to'g'ridan-to'g'ri marketga kirib, marketga bemalol nimani sotmoqchisizlar, bemalol o'sha yerga yozinglar bo'ldi. Gruppaga nima demoqchiman, ссылка tashlamanglar. Shu gapim. Vроде бы hamma muhim narsalar haqida gapirib berdim. Aytgancha o'tgan videoda so'rovdim. Rent temasi qiziqmi sizlarga, bo'lib to'lashga giftlarni chiqarib berish qiziqmi deb so'rovdim. Atigi bitta odam kommentariyada video qiling deb yozishdi. Menga bu savollar juda kam. To есть bu qiziqish juda kam degani. Shuning uchun ko'proq odam qiziqishni kutaman. Ko'proq yozsanglar, yana masalan rent haqida video o'yladim, sizlarga giftlarni arendaga va bo'lib to'lashga chiqarib berish haqida ham to'liq chuqur video qilib chiqaraman. Va eng muhim narsa, men ko'ryapman, meni videolarimni ham уже sekin-sekin ko'payyapti. Постоянный zritellar, to есть doimiy tomosha qilib keladiganlar va obuna bo'lmasdan turib ko'radiganlarni ham foizi oshatdi, soni oshatdi. Shuning uchun nima demoqchiman? Birinchi bo'lib hozirning o'zida, shu joyning o'zida shunday kirib, birinchi podpiska knopkasini bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qolinglar. Bu birinchisi. Keyin esa iltimos qilaman, komment yozinglar. Komment yozsanglar, kamida bir 4 ta so'zdan iborat bo'lsa, YouTube bu videoni yaxshi deb продвигать qiladi. Endi savol xohlasanglar yozinglar, xohlasanglar biron gap yozinglar, farqi yo'q. Iltimos qilaman, komment yozinglar. Kim komment yozsa, qarchi bitta nimadir berib yuboraman, qarchi. Bitta emas, har bitta o'sha yozgan odamga nimadir berib yuboraman. Mana shu oxir videoni spesial oxirda mana shunaqa informatsiya berib ketaman. Hech kimga tarqatmanglar, gruppalarga ham hech qayerda yozmanglar. Shunday kirib o'zlaringiz kommentga shunday kirib taq kommentlarni bosib tashlanglar bo'ldi. Oxirigacha ko'rganlar uchun bu rahmat degan ma'nosida aytayapman. Shunday kirib kommentni bosib tashlanglar tamom. Men bu haqida bu ikkinchi konkurs haqida hech qayerda yozmayman, hech qayerda aytmayman. Mana shu kim videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsa, o'sha faqat biladi. Bo'ldi. Hammaga katta rahmat, hammaga omad, katta rahmat, sog' bo'linglar.